Statistikamizga qaraganda bizning kuzatuvchilarimiz 50% obuna bo'lib ko'ryapti ekan, 50% obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Obuna bo'lib qo'ying, bizga ham yaxshi, o'zingizga ham yaxshi. Yangiliklar, narx-navolardan boxabar bo'lib turasiz. Xo'p, kvartiramiz Marg'ilon shahar Vatstroyda turibdi. Shundoqqina Bahor magazin yaqinida joylashgan, katta yo'lga yaqin joy. Infratuzilma bir gap bilan aytganda 25-maktab yonida bog'cha bor, liniya qatnovlari 3-4 xili bor. Xo'p, gaz, suv, svet ta'minotlari bor. Endi hammada qanaqa bo'lsa, gaz, suv, svet batda ham shunaqa holat bo'lar ekan. Kvartiramiz skvaznoy holatda, taxtapollar qilingan, 2 xonali 3 xonaga tayyor moslab qo'yishgan. To'g'ri, remont talabligi bor albatta. Birinchi xonamiz bilan tanishamiz. Bu yagona bo'lgan kattalar uchun yotoqxona hisoblanadi azizlar. Va keyingisi hozirda turganimiz bu zal ko'rinishi bo'lyapti va navbatdagi ko'radigan joylarimiz asosiy eshikdan kirishimiz bo'lyapti va sirazi umumiy sanuzolimizga ko'z tashlab o'tamiz. Xo'p, navbatdagi xonamiz yoshlikda oshxona bo'lgan, bu bitta xona vazifasini o'tashga tayyor bo'lib turibdi. Albatta remontini kutyapti va keyingisi bu 3 metrli verandamiz, romlari alishgan ekan, hatto o'zini oshxonaga moslab qo'yishgan ekan. Xo'p, yashagan odamlar. Xo'p, kvartiramiz taxtapollar qilingan 4 qavatli, 94-qavatda skvaznoy 2 xonali 3 xonaga moslangan kvartiramiz narxi $18,500 ga qo'yapmiz. Uy egalari remont qildiramiz hisoblatishganda aynan hamma joyiga shu pul rasvoti, mana orqa tomonda bitta rom qolib ketgan ekan, ashuladi ham yangilanishi bilan, abo'y-mabo'ylari bilan, hammomdagi rasvotlari bilan atiga $1,400 hisob-kitob bo'libdi azizlar. Endi plus-minus bo'lishi mumkin, hammani didi har xil. Shunday ekan, xudo xolasa kvartiramiz arziydigan. Pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olasiz. Pastki raqamlar bo'ldi.